Hürmetli aziz yurttaşlar, yine Xorazm yangi bozorda mana Xalqobod yo'lida men kirayotgan qilaman. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga hozir men haydovchilar bir narsani aytmoqman. Mana ko'ring, hozir men 6:30da mana ko'ring, manometrni men zapravkadan solib keldim. Mana manometr 6:30da soldim men. Mana manometrda ko'ring, 200 do'lina berib turibdi, yine 200 do'lina. 200 do'lina berib turibdi, yine ko'rdinglar ha? Men 6:30da soldim, yine 8 oldu, 1,5 saat oldu her. Manometr salgana qaytgan, salgana. Men bundan bir 10 gün burun yangi ochilgan Qaranda Do'rmon qishlog'ida qadimgi Hamza degan qishloqda ochilgan yangi metan zapravkadan 82 ming so'mlik gaz soldim. 82 ming so'mlik. 82 ming so'mlik gaz soldi, 200 do'lina berdi. 1 saatdan keyin mashina yurmasa manometrga qarasam 150 ga tushib ketdi. 150 ga. Hem 150 kilometrda qizillanib qoldi. Keyin bordimda shilankachilarga aytdim. Nima uchun shunday desam, operatorga aytdim dedi. Operatorning yanına bordimda operatorga nechun bunday bo'ldi bu? Nechun 82 ming so'mlik gaz olib turib 150 kilometrda qizillanib qoldi desam, indamadi. Savolimga javob bera olmayapti. Endi men bu yerda nima deyapman? Ko'piram yaxshi kilometr berib turibdi. Emisam yaxshi kilometr berib turibdi. Nechun Hamza bermay turibdi deb men zapravkalarni yaxshi yomon deb yomonlamoqchi emasman. Hurmatli haydovchilar, sizlarga bir narsaga aytmoqman. Bir sizlarga berajak savolim shundan iboratki, nima uchun zapravkalarda 200 do'lina bergandan keyin uchun 150 ga tushib qoladi? 1 soatdan keyin. Farqi nimada? Farqi. Men sizlarga berajak savolim shu. Bu zapravka yaxshi, bu zapravka yomon, bundan soling dejak emasman. Buning sababi nima? Nima uchun 200 do'lina bergandan keyin 1 soatdan keyin 150 ga tushib qoladi? Ana shuni hurmatli haydovchilar kommentariyada yozib qoldirasizlar. Sizlardan iltimos. Samotormajiniya bo'lgan deydi.